Nega hayziz kelganda organizmingiz ko'p shirinliklarga tortishi va eringiz bilan o'zidan-o'zi janjal qilishingiz haqida. Hayz davrida sizni organizmingizda eng asosiy bo'lgan estrogen va progesteron gormonlaringiz pasayadi. Buni natijasida sizda ishtahani balandligi, kayfiyatsizlik kuzatiladi. Ko'p ayollarimiz serotonin, ya'ni baxt gormonini pasayib ketishi natijasida hayz davrida serotoninni ko'tarish uchun ham shirinlikka bo'lgan ehtiyojlarini ortib ketishganini his qilishadi. Ayrim ayollarimiz esa tushkunlikda, kayfiyatsizlikda bor alamlarni erlaridan olish uchun hayz paytida erlari bilan janjal qilishni boshlashadi. Ha, bilganingizdek, bu sizning organizmingizda bo'ladigan 3-4 kunlik tabiiy holat. Shuning uchun bu davrda nega menda shirinlikka bo'lgan ehtiyoj ortib ketdi, nega turmush o'rtog'im bilan o'zidan-o'zi janjal qilyapman deb o'zingizni qiynashingizga sabab yo'q. Ha, aytgandek, mana shu davrni yaxshi o'tkazishingiz uchun, og'riqsiz va muammosiz ketishi uchun postda eng kerakli foydali ma'lumotlarni qoldirdim. O'qib chiqing.